Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda mo'yka ochmoqchi bo'lgan klientlarimiz uchun karcherlarimiz yetib keldi. Asosan 3 fazali karcherlarni obzor qilib beramiz, ya'ni katta mashinalar yuvgani ham, mo'yka ochmoqchi bo'lgan, yangi mo'yka ochib turganlarga yangilik karcherlarimiz kelgan. Har xil variantidan hozir hammasini to'liq ma'lumotini berib o'tib ketaman. Narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Karcherizda yurgan klientlarimiz bo'lsa, bemalol bu videomizni ko'rishlari mumkin. Karcherlari har xil varianti bor. Bundan tashqari suxoy tuma apparatlari, pelisos, pena apparatlari, jamiki kompressorlar, ya'ni mo'ykaga nima mahsulot kerak bo'lsa, hammasini bemalol biz do'konimizdan topishlari mumkin. Hozirda sizlarga obzor qilib turgan karcherlarimiz eng arzon variantidan boshlaymiz. Pastda turganlari Xitoy karcherlar, tepadagilari endi Omax brendiga juda ham ko'pchilik yaxshi biladi. Turkiya karcherlar. Hozir ikkovini ham to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p. Birinchida ko'rib turgan karcherlarning ko'rinishi bir xil bo'lgani bilan 4 ta karcherimiz, 4tovi ham har xil variantidan, ya'ni birinchida turgani 220 tokda ishlaydi, qolganlari 3 fazali motor quvvatiga qarab narx ko'tarilib ketaveradi. Birinchida ko'rib turgan karcherimiz Guangzhou nikel karcher hisoblanadi. 220 tokda ishlaydi. Bu eng xadavoy karcher. Ko'p mo'ykalarda hozirda mana shu karcherlardan foydalaniladi. Ya'ni oddiy razvedka tokda ham bemalol ishlayveradi. O'zini komplektida shlanka pistoletlari komplekt holatda beriladi. Ya'ni pistoletlari ham uzun pistoletdan bo'ladi. 10 metrdan zavodskoy shlankalari bor o'zida. Ko'rib turganlaringdek 4 xil nasatkali, ya'ni nuqtaga yoyib har xil variantda sepsa bo'ladi. Miyasi albatta bilasizlar, karcher 2 qismdan iborat. Miyasi, ya'ni motor qismi, karcher sistemasi o'sha eng katta variantidan, ya'ni 18 litrli deyiladi bu. 1 minutda 18 litr suv rasxod qiladi. Buni 10-12 litrli variantlari ham bor. Zapchastlarda hech qanday muammo bo'lmaydi. O'zimizda zapchastlari bor. Komplektida aytib o'tganimdek, mana bunday uzun pistoletlari, shlankalari hamma yo'g'i qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu ko'rib turgan karcherni bizning do'konimizdan $250 dan kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Dollarga aytamiz, sababi kundan kunga kurs o'zgaryapti. Buni xohlagan paytingiz kelsangiz $250 evaziga xarid qilsalaring bo'ladi. Bu 220 tokda ishlaydi. Katta mashinalari ham bemalol yuvaveradi. Endi ko'rib turganlaring 3 fazali karcher so'raganlarga 380 tokda ishlaydigan varianti ham yetib kelgan. 4 kilovatlik bu. Ko'rib turgan karcherlaring davlenasi 180 davlenagacha beradi. Ko'rib turganlaring faqat 3 fazada ishlaydi. Motori 4 kilovatli karcher, komplektida bunda ham pistolet shlankalari qo'shib beriladi. Aytib o'tganimdek 380 volt tok kerak bunga, 4 kilovat motor bilan jihozlangan. 3 kilovatligimiz narxi, 4 kilovatligimiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni narxini $380 qilib beramiz. 180 davlenagacha toza davlena beradi. Bundan keyingi varianti Xitoy karcherlarining ichida 5,5 kilovatli karcher ko'rib turganlaringda davlenasi toza 200 bar beradi. Buni ham komplektida pistolet shlankalari qo'shib beriladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni narxini $600 qilib beramiz. Bu 380 tokda ishlaydi. 5,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Aytib o'tganimdek narxi $600. Bu 200 barli katta furalar uchun mo'ljallangan. Agarda bundan ham kattaroq variantini so'raganlar bo'lsa, xuddi shu variantimizni 250 barligi ham bor. Uni motori 7,5 kilovat bilan jihozlangan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mabodo bundan ham kattaroq variant kerak bo'lsa, 7,5 kilovatligi narxi $650 turadi. Bundan qimmatroq bo'ladi. Bular hammasi Xitoy karcherlarimiz, garantiyalari bor, zapchastlardan hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Endi Turkiya karcherlari olmoqchi bo'lganlarga Turkiyada ishlab chiqarilgan Omax brendini juda ham yaxshi bilasizlar. Ko'pgina samomoykalarda hozir mana shu Omax karcherlardan foydalaniladi. 200 barligi bor, 250 barligi bor. Ko'rib turganlaringdek Turkiya mahsuloti, miyasi italyansk hisoblanadi. O'sha original pompadan qo'yilgan, italyansk pompadan qo'yilgan.
200 barligi 5,5 kW motor bilan jihozlangan, 250 barligini 7,5 kW motor bilan jihozlangan. Ikkovi ham 380 tokda ishlaydi, ya'ni 3 fazali tok kerak bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, Omax karterimizni 200 barligi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxini $870 qilib beramiz. Agarda 250 barligi bundan ham kattaroq variantini so'raganlar uchun narxi $1100 turadi. Original garantiyali Turkiya karterlarimiz. Ko'pchilik so'rashi mumkin, Xitoy karteri yaxshimi, Turkiya karteri yaxshimi deganlarga, Xitoy karterlarimizni zapchastlari ham nisbatan anchagina arzonroq bo'ladi. Turkiya karterlarimizda ham zapchaslari xullas muammo yo'q. Ikkovini ham zapchaslaridan muammo yo'q. Qanaqa detali kerak bo'lsa, hammasi o'zimizda mavjud. Kimdan kim mana shunaqangi yangi mo'yka ochmoqchi bo'lgan klientlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Istalgan karterlaringni bizi do'konimizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari mana bunaqangi pena bachoglari, pilisoslar, katta litrga qarab har xil suxoy tuman apparatlari, xullas mo'ykaga nima narsa kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Toshkentda, Toshkent shahar Izza bozori oldida joylashgan. To'lov turlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash kredit variantlari afsuski bizda mavjud emas. Kimdan kim mana shunday sifatli karterlar izlab yurganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Optimga ham, Donaga ham savdo qilamiz. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.